oynaga bir kun bitta qarab, men qanchalik bunaqa o'zgarib ketdim. Men yashayotgan yoki men xohlayotgan hayot shumidi? Bugungi odamlar jismonan emas, balki ruhan charchashyapti. Chunki oldingi hayotimizda odamlar tirik qolish uchun yashagan bo'lsa, lekin bir daqiqa to'xtab, mana shu men tanlagan hayot men uchun optimalmi? Insonlarning fikri shunaqaki, inson nimaga yashayotganini bilsa, hayotda o'zini yo'qotmaslik juda ham oson bo'lar ekan. Hayotingiz davom etyapti, lekin to'xtab orqaga bitta qarangchi, sizda aniq maqsad oldindan bo'lganmi? Kengroq, har doim sizni harakatga undaydigan maqsad bo'lish kerak. Odamlar bunaqa qilsa, bunaqa deydi. Odamlar har doim gapirgan. Xohlaymanmi, xohlamayman, ba'zi paytda insonlarning fikri menga ham ta'sir qilishi mumkin. Bu noto'g'riligini oddiy misoli Lev Tolstoy hayotiga qarasak bo'ladi. Bugungi kunda insonlar o'zini yo'qotib qo'yishi oddiy holga aylanib ulgurgan. Chunki jamiyat mana shu tomonga qarab ketyapti. Bizani chalg'itadigan narsalar yoki bizni o'zimiz chalg'ib, hayotdagi fokusdan tashqariga chiqishimiz bu bizani o'zimizni kimligimizni unuttirib qo'yadi. Oddiy misol keltirsak ham bo'ladi. Bitta odam ishlaydi, vaqt o'tadi, farzandli bo'ladi, lekin oynaga bir kun bitta qarab, men qanchalik bunaqa o'zgarib ketdim. Men yashayotgan yoki men xohlayotgan hayot shumidi degan savolni o'ziga berishi, bu hayotda balki o'zini yo'qotib qo'yganligining isbotidir. Bugungi odamlar jismonan emas, balki ruhan charchashyapti. Chunki oldingi hayotimizda odamlar tirik qolish uchun yashagan bo'lsa, hozirgi hayotda insonlar olayotgan ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan to'g'ri foydalanish bilan charchashyapti. Inson hayotda o'zini yo'qotib qo'yishi yoki nima uchun yashayotganligini tushunmasligi bu o'sha inson uchun yetarli muammo. Shundan kelib chiqib bugun inson qanaqa qilib o'zini topishi mumkinligini va hayotga bo'lgan qarashi sal boshqacharoq yoki yana ham yorqinroq bo'lishini ko'ramiz. Foydali kontent uchun kanalga obuna bo'ling. Bu videoga tayyorlanish jarayonida har xil insonlarning fikrini eshitib ko'rdim va o'zimni ham shaxsiy fikrimni qo'shdim. Chunki o'zimga ham qiziq. Hayotda ba'zi paytlar charchab ketganimdanmi yo boshqa narsadanmi, nimaga bu hayotda yashayapman? Ya'ni imini men tanlagan hayot qanchalik menga kerak degan savollar meni ham qiynaydi. Tashqaridan hammasi joyida. Ish bor, pul bor, tanishlar, yaqinlar hamma oldimizda, reja bor, lekin ichimizdan baribir nimadir yetishmayotgandek. Hayotda nimagadir hamma shoshadi, lekin bir daqiqa to'xtab, mana shu men tanlagan hayot men uchun optimalmi yoki men xohlagan hayotmi degan savolni juda ham kam inson o'ziga bersa kerak. Bu mavzuda meni va yana ba'zi boshqa insonlarning fikri shunaqaki, inson nimaga yashayotganini bilsa, hayotda o'zini yo'qotmaslik juda ham oson bo'lar ekan. Ya'ni aniq maqsad bilan yashash. Bu degani millioner bo'lish yo qachondir Dubayga borish, bunga o'xshagan maqsadlar emas. Maqsad oddiy va uzunroq bo'lishi ham mumkin. Masalan, yaxshi ota bo'lish yoki jamiyatga yaxshi inson bo'lish. Inson aniq maqsad bilan to'g'ri yo'lda yurganini o'zi bilsa, unda ertalab uyg'onishi va harakatga bo'lgan rag'bati ham juda ham ko'p bo'ladi. Bu pozitiv yangilik va hayotda ham o'zini topish osonroq bo'ladi. Bu xuddi ichingizdagi shovqinni o'zingizni ovozingizni tanib olgandek bo'lasiz. Ya'ni ichingizda har xil fikrlar bor, o'shandan qaysi biri sizning ovozingiz, o'shandan qaysi biri sizning fikringiz. O'shani xuddi tanigandek bo'lasiz agar aniq maqsad bilan yashasangiz. Agar videoni mana shu joygacha ko'rayotgan bo'lsangiz, unda sizga savol. Siz ishlayapsiz yoki o'qiyapsiz, hayotingiz davom etyapti. Lekin to'xtab orqaga bitta qarangchi, sizda aniq maqsad oldindan bo'lganmi? Ya'ni qanaqa maqsad bo'lgan u? Bu maqsad mashina olish yoki qisqa, kichkinagina maqsadlar bo'lish kerak emas. Kengroq, har doim sizni harakatga undaydigan maqsad bo'lish kerak. Keyingisi bu boshqa odamlarning fikrini o'zingiz hayotingizda iloji boricha chiqarib olishingiz. Endi randomli hamma gapirgan fikrlar bu sizga har doim foydali bo'lavermaydi. Bilgan, o'zini sohasini tushungan inson sizni masalangizda fikr bildirsa, bu albatta qabul qilinadi, lekin hamma insonning fikrini doimiy eshitib yurishingiz bu sizni bilmadim dunyo qarashingizga ham ta'sir qilsa kerak. Ba'zi insonlar bilan gaplashib, o'zini hayotida emas, balki boshqa odamlarning fikrida yashayotganini ko'rib hayron qolaman. Odamlar bunaqa qilsa, bunaqa deydi. Odamlar har doim gapirgan. Odamlar Odam alayhissalom paytdan beri gapirishadi. Menimcha bundan keyin ham bu to'xtamasa kerak. Bu odamlarning gapirishi sizni albatta hayotdagi konsentratsiyangiz yoki fokusingizni buzib qo'yadi. Shundan kelib chiqib siz menimcha bu narsani chetga surishingiz kerak. Aniq maqsad va odamlarning fikrisiz hayot. Juda ham xotirjam va mazza bo'lsa kerak o'zi ham. Men ham harakat qilaman shunaqa yashashga, chunki xohlaymanmi, xohlamayman, ba'zi paytda insonlarning fikri menga ham ta'sir qilishi mumkin. Odamlarning fikri atrofingizda juda ham ko'payib ketsa,
Bora-bora sizni o'zingizni shaxsiy meningiz o'sha odamlarning fikrini ostida ko'milib ketadi. Va siz o'zingizni ham bilmay qolasiz. O'sha odamlarning hayotida, u odamlarning fikrini hayotida yashayverasiz. Ochiq oydin hamma bilgan haqiqat ham shu. Hayotda albatta kimdirdan har doim ustun bo'lishi shart emas. Eng asosiysi kechagi kundan bugungi kuningiz yaxshiroq bo'lishi va kundalik siz o'sishda davom etishingiz. Iltimos, bu videoga xulosa yasayotganingizda hayotni boshqatdan boshlashim kerak ekan, yangi insonlar bilan ko'rishishim kerak ekan yoki ish joyimni o'zgartirishim kerak ekan degan fikrlar sizga kelmasin. Bu noto'g'ri fikrlar, chunki siz shu joygacha kelguningizgacha ancha harakat qildingiz va ko'p narsani o'rgandingiz. Bu noto'g'riligini oddiy misoli Lev Tolstoy hayotiga qarasak bo'ladi. U inson yoshligida, ya'ni yozuvchilikka qiziqishni boshlaganida unda obro', pul yoki e'tibor yo'q edi. Lekin vaqtlar o'tib, juda ham ko'p kitoblari mashhur bo'lgandan keyin insonlar uni hurmat qiladigan va qaysi ma'noda, ya'ni u boy insonga aylandi. Tashqaridan qaraganda hamma havas qiladigan inson. Xullas, u yozuvchi taxminan 50 yoshga kirganda o'ziga savol berishni boshladi. Agar men hozir o'lsam, unda mendan nima qoladi? Yoki qilgan harakatlarim nima uchun degan savol uni shu darajada qiynadiki, uni ko'ziga na boyligi, na obro'si ko'rinishi boshladi. Oradan bir muddat o'tgandan keyin na boyligi, na obro'si unga yordam bera olmasligini tushungan Lev Tolstoy bir narsaga erishish, ya'ni tashqaridan erishish, uning uchun haqiqiy muvaffaqiyat emasligini, ichkaridan, inson ichidan nimaga harakat qilayotganini va nima uchun yashayotganini aniq bilib maqsad qo'yishi haqiqiy muvaffaqiyatligini tushundi. Bu misol bizga nimaga kerak? Ba'zi insonlar menda pul yo'q yoki moliyaviy yetishmovchilik, balki obro' yo'q, shuning uchun o'zimni topolmayotgan bo'lishim mumkin degan misolni o'ziga keltirishligi mumkin. Lekin Lev Tolstoy o'zini hayotida aksini bizga ko'rsatib berdi. Puli ham bor edi, obro'si ham bor edi. Shu holatda u o'zini yo'qotdi va bu holatdan men o'ylashim bo'yicha muvaffaqiyatli chiqib ketdi. Atrofimizda o'zini yo'qotib qo'ygan insonlar juda ham ko'p bo'lsa kerak. Ba'zilar buni sezadi, afsuski ba'zilar buni sezmaydi. Agar siz sezadigan insonlar qatorida bo'lsangiz, unda harakatni davom ettiring. Yaxshi inson yoki to'g'ri inson hech qachon to'g'ri yo'lni yo'qotmaydi, ya'ni noto'g'ri yo'lga kirmaydi. Ba'zi muddatga u o'zini yo'lini yo'qotishi mumkin. To'g'ri yo'l esa shu odamlarning fikridan sal uzoqroq bo'lish va nima uchun yashayotganingizni bilishingiz. Xullas, foydali kontent uchun like bosing va obuna bo'ling. Yana qiziqarli ma'lumotlar ustida ko'rishguncha.